Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nur xolaya bilan bog'landikmi? Kim bilan? Nur xolaya bilan bog'landikmi? Alo. Ayjonim, sog' salomat bo'lsiz? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Allohga shukr, yaxshi. Ayni daqiqalarda siz bilan mana shunday o'zgacha va chiroyli g'oyibona suhbatimiz orqali ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritib borayotgan Yurakdan yurakgacha tabrik loyihasidan suhbat olib bormoqdamiz. Sizni bemaret bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin opajonim. Sizni umringizga shukr va shukronalar aytgan holda sizni bugungi tavallud ayyomingiz va Allohga banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali shodiyonali kunlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklab qutlab qolaman. Dunyolardan to'ydimmikan ona. Bizning loyihamizga sizga atalgan go'zal tabriknoma-yu dilnomalar yo'llangan ekan. Keling, endi sizga bir savol bilan murojaat qilsam, nima deb o'ylaysiz? Tavallud ayyomingizda mana shunday o'zgacha tabriknomalarni, kutilmagan sovg'a va tilaklarni siz tomonga taqdim etayotgan yaqin insoningiz kim deb o'ylaysiz? Ona. Bolalar bo'lsa kerakda. Mashalloh, aylan qaysi birlardan ko'proq kutgan bo'lardingiz? Qizlarni o'g'illarni birdan qo'yishimizda keksa qizim. Mashalloh. Xolajonim, har doim mana shunday farzandlar ardog'ida yuring, mana shunday samimiy tabriknomalarni. Sizga cheksiz hurmat va ehtiromi borligini qayta ta'kidlagan holda mehribon o'g'lingiz Bekzodjon aka yo'llaganlar va ularning samimiy tilaklariga barcha o'g'illaringiz, qizlaringiz va qizlaringiz desam aslo xato bo'lmaydigan go'zal kelin qizlaringiz tilakdosh bo'lib qolishgan. Onam rozimikan men? Rahmat qilib. Sog' bo'ling, qimmatli vaqtingizni ular uchun ayamasangiz siz tomonga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Allohim qodir qilgan qadar o'qib eshitirsam. Dunyolardan to'ydimmikan? Mayli. Aytilmagan arzim ko'p ekan, bajarmagan farzim ko'p ekan, dunyosidan qarzim yo'q, ammo ona sizdan qarzim ko'p ekan. Mazlumlarning nolasi qadar, ko'zlarimning jolasi qadar, sochingizni tolasi qadar. Ona sizdan qarzim ko'p ekan. Poyingizda maysaman yo'lman, mehringizdan yaralgan ko'lman. Bo'lmasangiz sahroman, cho'lman. Ona sizdan qarzim ko'p ekan. Assalomu alaykum, yerdagi farishtam, duogo'yim, bizni bizdan-da ko'p o'ylaydigan, qayg'uradigan jonkuyar onajonim. Insonlar baxtni har yerdan izlaydi. Kimdir dunyodan, kimdir davlatdan. Biz uchun esa sizlarning borligingiz eng oliy baxtdir. Go'zalim, oy yuzligim, jannatim. Sizni bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yuragimning tub-tubida yotgan va doim aytkim keladigan, uyalish, tortinish sabab o'zingizga aytolmagan qalbdagi so'zlarimni bugun ilinishga jazm qildim. Jonim onam, sizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Mehribon Robbim umringizni ziyoda qilsin. Biz farzandlar deb o'tgan bedor tunlaringiz, chekkan azob va zahmatlaringiz, kechgan orzu havaslaringiz haqqini Allohim jannatlarda, firdavslar ila mukofotlasin. Chunki biz har qancha xizmatingizni qilsak ham bir kechalik oqsutingiz haqqini ado eta olmaymiz. Yerdagi farishtam, bari uchun tashakkur. Har qancha yoshga kirsam ham sizning mehringizga, duoyingizga, berar maslahatingizga muhtojligimizcha qolaveramiz. Borligingiz qalbimizga taskin, huzur beradi. Ko'zingiz nam, qalbingiz esa aslo g'am ko'rmasin. Namlansa ham bu charoz ko'zlar faqat baxtdan namlansin. Biz farzandlaringiz, sizni jondan ortiq suyuvchi nabiralaringiz va otajonim baxtiga hamisha sog' omon bo'ling. Kelinlarini kelin emas, qiz o'rnida ko'rgan, maslahat va o'gitini ayamagan, mehr berib charchamagan mehribonim.
Xatolarimizni yashirib, yaxshimizni oshirgan, o'g'il urushganda har doim bizni yonimizda olgan duogo'yim. Bilmaganimizni o'rgatib, o'z onamizdek boshimizni silaganingiz uchun, bari uchun tashakkur oyijonim. Qalbi ummonim, sizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Bu tuyg'uni esa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Boringizga shukr onajonim, boringizga shukr deya va mana bu ushbu she'rlarni ham yo'llab qo'yishimni ta'kidlab qo'yganlar. Qadam qo'ydim ostonasi tillo uyga. Yangajonlar yor aytdi solib kuyga. Har insonni yetkazsin shunday to'yga. Qaynonasi bor uylarning fayzi bo'lak. Qanchagina orzular sarob o'tgan. Qaynonasiz balki holi xarob o'tgan. Qizim deya peshonamdan kelib o'pgan oyijonim, siz bor uyning fayzi bo'lak. Xizmatingiz qilib yuray, duo qiling. Sizga uzoq umr tilay, yuzga boring. O'g'lingizga mehrim beray, rozi bo'ling. Oyijonim, siz bor uyning fayzi bo'lak deya mana shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklari-yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat. Sizni ham ular uchun aytadigan dil izhorlaringiz va tilaklaringiz bo'lsa, fursatdan foydalanib bemalol yo'llashingiz mumkin. Rahmat. Ey jonim, 100 yoshlarga kiring. Umringiz uzoq bo'lsin. 100 yoshga kirganingizda ham sizni ana shunday tabriklash menga nasib qilsin. Yana bir bor bugungi qutlug' ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Rahmat qilgan bo'lam, qo'shaqam. Joningiz sog' bo'lsin. Tashakkur. Rahmat. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam, qalbimga dur sochgan quvonchim onam. Dard cheksam bolam deb boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydim tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz olib beray zo'r mollardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on